Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur qurultayı tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning təfsilatida bo'lsin. Xalqaro tinchlik inqilob vaqfisi, xalqaro qonun munbiri vaqfisi, Leipzig tarix munbiri vaqfisi qatorliq nopuzliq organlar tarafidan 10 oktyabrdan 12 oktyabrgacha Germaniyaning Leipzig shahrida chaqirilgan 2023 yillik Yumloq ustal munbiri nomli muhokama yig'iniga alayda taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa apandam yig'inning 11 oktyabr kuni o'tkazilgan muzokara bo'limida so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlari yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining xalqaro qonun tartiblarga tayangan holda Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ishlayotganligi haqida hukm chiqarganligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika hukumati, Yevropa parlamenti, Kanada, Angliya, Irlandiya, Gollandiya, Fransiya, Belgiya, Chexiya va Litvaniya parlamentlari tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinganligini, BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan o'tgan yil 31 avgust e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladida Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyat qarshi jinoyat ishlash mumkinchiligining barlig'ining o'ttirib qo'yilganligini eslatib o'tish bilan birga, irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ishlayotgan Xitoy amaldorlarining qonuniy javobgarligini surishtirishning payti yetib kelganligini ifoda qildi. Ommaga va matbuotlarga yepib qoldi ishki muzokara shaklida o'tkazilgan bu qitimqi yig'inga xalqaro jazo qonuni mutaxassislari, Germaniya Federal Baş Teftiş Məhkəməsinin təftişləri, uruş cinayətləri haqqında təkşürüş edib bardığan xalqaralıq orqanlarının məsulları, növbətdə uruş davam qılıbatqan Ukrayna və Suriyaның advokatları, cəmiyyət və xalqara qanun institutlarının vəkilləri, xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarının məsullarından olub, köp sanlı yuqarı dərəcəlik ərbab qatnaşqan bu qitimqi yığında Dolqin Isa apandamның doklati yığın əhlinin kişilik diqqətini qozğadı. Xitoyning saxta təşviqatıga, көз boyamçılıqıga və Şərq Türkistanda sünniy usulda yasab chiqqan saxta manzarlarga aldangan, hatto Xitoy tarafidan setib olingan ba'zi German tədqiqatçılarning va jurnalistlarning yaqinqi mezgillardan buyon nemischa matbuotlarda maxsus maqolalar e'lon qilib, Şərq Türkistondagi Uyg'urlarning xuddi Xitoyning təşviqatlarida bayon qilingandek qandaqdir baxtiyorlik va xotirjamlik ichida yashayotgan qilib ko'rsatish ko'rinishi Dunyo Uyg'ur qurultayini jiddiy harakatga keltirdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi va Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban bilan Qurultayning program yetakchisi Eva Shtoka, ya'ni Uyg'ur tizimi bilan Havagul xonim 10 oktyabr kuni Berlin gazetida birlashma imzoliq obzor e'lon qilib, Xitoyning o'rinlashtirishi bilan yaqinda Sharq Turkistonni ziyorat qilgan Berlin gazetining jurnalisti tarafidan mazkur gazeta e'lon qilingan va Sharq Turkistonning real vaziyati burmilanib Uyg'ur dehqonlari qandaqdir baxtiyorlik ichida yashayotgan qilib ko'rsatilgan ziyorat xotirasiga kuchli raddiya qaytardi. Berlin gazetining muxbiri ziyorat xotirasida Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ko'rmaganligini, atalmish Şinjanning iqtisodining ro'naq topganligini, o'z ziyorat qilgan ba'zi Uyg'ur dehqonlarining xotirjam va baxtiyorlik va bayoshatlik ichida yashayotganligini bayon qilganligini ilgari surgan edi. G'ayur Qurban va Eva Shtoka e'lon qilgan obzorda buning raddiya qaytarib, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarning hozirma ham jiddiy davom qilayotganligini, jazo lagerlarining bo'lsa turmalarga aylantirilganligini, majburiy emgak tuzimining davom qilayotganligini amaliy misollar bilan tafsiliy izohlab o'tish bilan birga, Xitoy o'z duch kelgan bu reallikdan qochib qutulolmaydiganligini bilgandan keyin chiqish yo'li tepish maqsadida Şinjanning obrazini yangilashni bir taktik sifatida qo'llanishga boshlaganligini, Xitoy bu maqsadini amalga oshirish uchun bir qism g'arblik atalmish mutaxassislar va muxbirlarni setib olib, irqiy qirg'inchilikqa chapan yepishga selayotganligini ifoda qilishdi. Bu yil 11 sentabr kuni o'zlarini Xitoy ishlari tadqiqotchisi deb olgan Thomas Heba va Helvig Schmidt ismli ikki german yangi Siyorixliklar gazetida birlashma imzoliq maqola e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlar qaratayotgan qirg'inchilik siyosatini g'albilik bir o'zgartish siyosati deb maqtagan va qattiq boshqarilgan tarbiyalash lagerlari Uyg'urlarning majburiy emgak silinganligi va madaniyat jihat elib borgan qirg'inchiliklar to'g'risidagi sezgir dokladlar bugunga qadar Xitoyning dunyodagi nachar obrazini shakllantirdi. Ammo qandaqli bo'lmasin, bu rayonning 2010 yildan 2016 yilgacha bo'lgan aralıqda keng ko'lamlik islomiy terrorlikning zarbasiga duch kelganligi aniq. Agar bu xil asabiylik davlat tarafidan kontrol qilinmasa, Xitoy markaziy hukumatining bu rayondagi boshqarishning kontroldan chiqadiganligini hech kim mulohaza qilib baxmadi deb chalvo qilgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa bilan Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvona xonim birlikda 15 sentabr kuni ayni gazetda
Xitayning Uyg'urlar qarshi tömür pərdə arqasındakı siyasi təqiblərinin məqsədi terrorluq qarşı turuş emas, bəlkə Uyğur xalqını yo'qotishdir degan mavzuda maxsus obzor e'lon qilib, yuqorqi Xitoyparast ishki nemisining səfsətlariga qattiq raddiya qaytargan va obzorda Xitoy hukumatining majburiy tug'mas qilib etish va boshqa razil vositalarni qo'llanib, Uyg'urlarni asos qilgan yerlik millatlarning tug'ilish nisbatini zo'r darajada tövəntayotganligini, bu qirg'inchilikning 7 yildan beri uzluksiz davomlashayotganligini, Şərq Türkistandakı Uyğurlar nüfusunun təbii köpəyiş nisbətinin 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan aralıqda 50% ga yaqin azlab ketganligini, Xitoy hukumatining ming yuyish va qiyin qistak orqali kishilarni jismoniy va psixikalik besimlarga duchor qilganligini eskartib o'tgan edi. Gerçi ba'zi Xitoyparast tadqiqotchi va jurnalistlar Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini aqlashga urinsimi, ammo Germaniya matbuotlarining mutlaq ko'p qismi yanada adolat va haqqoniyat tarafda turib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini Germaniya xalqiga loyiqida anglitishga tirishib kelmoqda. Masalan, 9 oktyabr Germaniyada nashrdan chiqqan Frankfurt Obzorlar gazeti Xitoyning Yangi Xinjiang obrazini yaratish yo'lidagi tirishchanliklar bayon qilingan Güzel Xinjiang Xitoy natijalik holda Uyg'ur rayoni uchun yangi obzor yaratmoqchi nomli bir maqola e'lon qilgan. Maqolaga Uyg'urlar uchun qurilgan jazo lagerlarining o'rnini katta mehmonxonalar egalladi. Xitoy Xinjiangning obraziga hal berishga urinadi. Halbuki vaziyat yanada dramatik degan jumla kirish so'z qilingan. Maqolada yana vatanimizda hozir sayohatchi jalb qilishni kuchaytirib, atalmish Güzel Xinjiangning obrazini namoyon qilishning qanot yayganligi, Xitoyning takliflari bilan rayonga sayohatga borgan bir qism g'arb ellar muxbirlarining jazo lagerlarini ko'rmaganligini, rayonning iqtisodiy taraqqiyotidan hayron bo'lganligini matbuotlarda bayon qilayotganligi, amaliyotda bu muxbirlarning irqiy qirg'inchilikning yuziga yopilgan chumpardini ko'rib kelganligini ilgari surgan edi. Qurultay raisi Dolqin Isa apandining bildirishicha, Xitoy hokimiyati Uyg'urlar ustidan ilib borgan irqiy qirg'inchilikqa oid xalqarodagi ko'plagan faktlar oldida o'z jinoyatlarini yoshira olmaydigan holga tushib qolgan. Onun qarashicha, Xitoy o'z duch kelgan bu reallikdan qochib qutulolmaydiganligini bilgandan keyin chiqish yo'li tepish maqsadida atalmish Xinjiangning obrazini yanglashni bir taktik sifatida qo'llanishga boshlagan. Uning bayon qilishicha, Xitoy bu maqsadini amalga oshirish uchun bir qism g'arblik atalmish mutaxassislar va muxbirlarni setib olib, irqiy qirg'inchilikqa chapan yepishga salmoqda ekan. 10 oktyabr kuni o'tkazilgan ovoz berishda Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining eng muhim kishilik huquq organi bo'lgan Kishilik huquq kengashiga yana qayta saylanganlik haqidagi talash-tartishlar davom qilmoqda. Xitoy bu navbat 192 ovozning 154 ga erishib, Osiyo Tinch okean rayoni bo'yicha eng to'van ovoz bilan bu o'ringa erishgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining oliy tadqiqotchisi Maya Wangning Erkin Osiyo radiosiga deyishicha, Xitoyning bu navbat saylanishiga asosliqi Osiyo Tinch okean rayoni bo'yicha Xitoyning boshqa raqobatchisi bo'lmaganligi sabab bo'lgan ekan. U mundaq deydi: Osiyo Tinch okean rayoni bo'yicha Xitoyga raqobatchi bo'lgan boshqa davlat yo'q edi. Uning bu guruhi bo'yicha eng to'van ovozni elishi boshqa bir raqobatchi davlat bo'lgan bo'lsa, Xitoyning saylanolmaydiganligidan darak beradi. Shunga kelar qatimliq saylamgacha Osiyo Tinch okean davlatlari guruhi bo'yicha Xitoyga raqobatchi bo'lgan davlatlarning chiqishi zarur. Ma'lum bo'lishicha, kishilik huquq kengashi a'zoligi bir davlatning kishilik huquq ahvolining yaxshi yoki yomonlik ko'rsatkichiga qarab emas, balki har qaysi davlatlar tava bo'lgan rayon va qit'alarga berilgan son bo'yicha belgilandi ekan. Kishilik huquq kengashidagi 47 davlatga nüfusning taqsimlanishiga asosan son berilgan bo'lib, bu bo'yicha Afrika va Osiyo Tinch okean rayonlariga ayrim-ayrim 13 son, Latin Amerika va Karib dengizi rayoniga 8 son, Sharqiy Yevropaga 6 son, G'arbiy Yevropa va boshqa davlatlarga 7 son berildi ekan. Mana bu Xitoydan boshqa yana Burundi, Kuba qatorliq kishilik huquq xotirasi nachar davlatlarning bu tizimlikdan o'rin olishidagi asosli sabab ekan. Tadqiqotchi Maya Wang Xitoyning Uyg'urlar qaratayotgan insoniyat qarshi jinoyatlari davom qilayotgan bir sharoitda bu kengashga a'zo davlat bo'lib kirganligini eskartib, boshqa a'zo davlatlar cho'qim Xitoyning bu o'rnini suiiste'mol qilishning oldini olishga kafolatlik qilish kerak dedi. U mundaq dedi: Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratayotgan insoniyat qarshi jinoyatlari davom qilayotganda, biz Xitoyning javobgarlikka tortilganligini emas, balki kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lib kirganligini ko'ryapmiz. Biz shunga kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lib kirgan boshqa davlatlarni Xitoyning kishilik huquq kengashining xizmatlarini oqsishining oldini olish va Xitoyning javobgarlikka tortilishini qo'lga keltirish uchun taqim qattiq ishlashini talab qilamiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Isa Xitoyning kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lib kirishni ig'ir xatolik dedi. U Xitoyning a'zo bo'lishining bu organning kishilik huquqni yaxshilash ishlarini tasdiqlashtirganligini ogohlantirdi. Xitoy 2020-yillik kishilik huquq kengashida 15 a'zo davlatning biri edi. Xitoy 2016-yili kishilik huquq kengashi a'zoligiga eng ko'p ovoz bo'lgan 180 ovoz bilan saylangan bo'lsa, 2020-yili Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarining keng ko'lamda oshkorlanishi
ham Hong Kongdagi demokratik harakatlarni bostirishdak sabablar tufaylidan eng tovan ovoz bilan saylangan edi. Kishilik huquqni ig'ir deb san qildigan davlatlarning kishilik huquq kengashi a'zoligiga saylanishi BDT kishilik huquq kengashining saylam sistemasini isloh qilish haqidagi munozaralarni kuchaytdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari direktori Sophie Richardson bu haqda ijtimoiy taratqulardagi inkasida Xitoydagi kishilik huquqni va kishilik huquq faoliyatchilarini qo'g'dashni hamda xalqarалық organlarni Xitoyning daxl ta'rizidan qo'g'dashni hassalab oshiradigan vaqt keldi deb ogohlantirgan. Hong Kong kuzatish tashkilotining qurg'uvchisi va ijroiya direktori Benedict Rogers ijtimoiy taratqularda inkasida bu vaqtda to'xtalib, Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan, Tibetda vahshiyliklarni sodir qilayotgan va Hong Kongning erkinligini vayron qilgan va insoniyat qarshi har xil jinoyatlarni sodir qilayotgan Xitoy hukumatining BDT kishilik huquq kengashiga a'zolikqa qayta saylanishi butunlay nomussizlik degan. Dunyo qurultiyi raisi Dolqin Isa Apandi Xitoy hukumatining kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lib saylanishiga fursat yaratib berayotgan bundaq yuchuqlarning etilishi lozimligini eskartdi. Bu navbatdagi saylamda Rossiya talab qilingan 97 millatning aran 83 ga erishib a'zolikqa saylana olmagan. U 2022 yili Ukraina qarshi urush qo'zg'aligi uchun o'rtaq qaror natijasida kishilik huquq kengashidan qo'g'lab chiqarilgan edi. Bu navbat u o'zini qayta nomzodlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, saylana olmagan. 2023 yili 10 oktyabr kuni kishilik huquq kengashi a'zoligiga saylangan 15 davlat ichida Xitoydan boshqa yana Albaniya, Braziliya, Bulgariya, Burundi, Kotodova, Kuba, Dominika Jumhuriyati, Fransiya, Gana, Indoneziya, Yaponiya, Kuveyt, Malawi, Gollandiya qatorliq davlatlar bor ekan. Germaniya Xitoy tadqiqot jamiyati Xitoy hukumati tomonidan umrlik qamoqqa hukm qilingan Raila Davud haqida bayonotnoma e'lon qilib, uningdek bir tadqiqotchining ig'ir jazo hukm qilinishining nahaq qaralash va bir millatning ilm sohasiga qilingan ziyonkashlik bo'lganligini o'ttirib qo'ygan hamda Raila Davud uchun adolat talab qilgan. Bayonotnomada mundaq deyilgan: Raila Davud Xitoy hukumati o'tgan 6 yildan buyon Uyg'urlarga ilib borgan bostirish harakatida tutilgan yuzlagan ziyolilardan biri. Ilm sohasidagi erkinlikka qarshi yurgizilgan bu bostirish o'z navbatida madaniyatning ko'p xilqiga qarshi ilib berilgan hujumning bir qismidir. Ilmiy tadqiqot uchun eng asosli narsa ilm sohasidagi erkinlikdir. Xitoyda bundaq erkinlikdan so'z echish mumkin emas. Bayonotnomada yana Xitoy hukumatining Germaniya Xitoy tadqiqot jamiyatiga o'xshash chet ellardagi Xitoy bilan munosabatli tadqiqot organlarini kontrol qilishga urinib kelganligi, ilm sohasidagi erkinlikka yo'l qo'ymaganligi, tədqiqatçılarga tehdit salğanlığı və Xitayga kirgizməyənlik qatarlıq qilmishlari ayıplangan və tədqiqatçılar üçün erkinlik, adolatning to'limi muhimligi eskartilgan. Amerika kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi Adrian Tens bu bayonotnoma haqida X-da uchur yo'llab, Germaniya Xitoy tadqiqot jamiyati Raila Davudni qo'llab bayonot beribdi. Bu bayonotda Şinjanni pardozlashga uringan ikki germaniyalik Xitoyshunos oz to'la bo'lsa-mu tanqidlanibdi. Demakki, Xitoyshunoslar bu jihatdagi ommaviy roliga alohida e'tibor berish kerak degan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgıca görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansımızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.